Silos bilan qo'y boqsa bo'ladimi deb juda ko'p savollar keldi. Shabadakeli hamma nima. Bu tomoniki ham ochiq, yo'l oyog'iniki. İçini quritib turadi, pastda ham. Siz aytdingizki, Farhodjon, men machalka uslubida boqaman qo'ylarimni tagini. O'zi siygani pastga qarab sizib ketaveradi. 16 xil narsa aralashganda bunda Farhodjon bu yerdan tortib hamma yo'ligacha bor. Navarot tekis holatidan 5 sm baqa chiqarib qo'ysa, 5 sm ichkariga kirish kerak xolos. Ichkariga kirgizib qo'ysa, oxirgi oyog'ini chiqara olmaydi. Ba'dan kelib skvazni urmaslik kerak. Yotganda manqa qilib qo'yadi-da qo'ydi, skvazni kelib ursa. O'shaning uchun maytdan bag'ini endi yopib boraveramiz. Yana bahorda buni ochib olaverasiz Farhodjon. Ha, demak qo'yga sovuqlik qilmaydimi? Yo'q, sovuqlik qilmaydi. Bir xilda narsa bo'ladi-da, buni quritadi, silos. Ha, demak, mana silosimiz quriydi, keyin mana pux ham nima bo'lib qoladi? O'ziga emib oladi. Yumshoq bo'lib qolar ekanda. Emib oladi uni. Silos bilan qo'y boqsa bo'ladimi deb juda ko'p savollar keldi. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga 150 ta qo'y silos bilan boqilinyapti, hattoki yemi arzonlashadi. Buni effekti yaxshi bo'lar ekan. Qanday qilib beriladi? Bu silosga nimalar qo'shish kerak? Eng asosiysi 1300 so'mga qo'ydi yemi tayyor bo'lyapti ekan. Bunga beriladigan mahsulotlardan pux, somon, kepay hamda silos. Kelinglar do'stlar, hozirda biz sizlarga Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan Oybek tog'aning qo'ralaridan yangi qurilgan qo'ra nechta qo'yga mo'ljallangan, metrlari necha hammasini bir qator ma'lumotlarini yoritib berishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, yangi qo'rada sizlarga 150 tadan ortiq qo'yga mo'ljallangan qo'yxonamizni razmerlari hamda qulayliklarini video qilib beramiz. Yem tanlash arzon uslublari ham bo'ladi. Kanalimizda mehmonlar pastdagi podpisatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar. Sizlarda yanada zo'r videolar tanlashda davom etamiz. Bo'lmasa video syomkalarimizni boshladik. Do'stlar, bo'lmasam video syomkalarimizni boshladik. Shu qo'yxonani qurib bitkazgan hamda shu qo'y boqishni sirlarini o'rgataman degan Oybek tog'amizdan ma'lumotlarni olamiz. Oybek tog'a, xormay. Salomat bo'ling, keldi olsin Farhodjon. Charchamayapsizmi? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Xudoga shukr Farhodjon. Avvalambor qurib bitkazgan qo'ringiz barakali, xayrli bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Obunachilarimiz iloyim. Hammamizga nasib qilsin. Mana shunaqa qo'ralar, qo'y boqish ham hamma yo'q. Xudo xolasa mana bugun hamma videolarda ko'rsatib beramiz Farhodjon. Yemda arzon tushgan xonalari hammasini bitta obzor qilib beramiz Xudo xolasa. Inshaalloh. Aka, bir savol bilan sizga yuzlansam, juda ko'p obunachilarimiz qo'y boqaman deganda, qo'ra qurayotganda asosiy so'ragan narsalari shu qo'ralarni obzorini qiling, nechiga nechi qilib qurganlar. Yozishyapti Farhodjon, o'sha bir qator hamma yo'g'ini ko'rsatib, razmerlargacha aytib o'tib ketamiz qo'ramizni. Hozir bu qo'ramiz deylik ikki tomondan, bir tomonda hamda ikki tomon o'rtada yo'laycha bo'lgan, qo'y boqishga mo'ljallangan. Shu razmeri nechi bo'lgan aka bu qo'ramizni? O'zi eniga ponni, eni 9 metr Farhodjon buni. Ha, eniga oxirigacha 9 metr. Bitta qo'ramiz 320. 320, mana taxtagacha, to'g'rimi? 320 ichi. Bu degani mana maytdan 6 metrga tashlaganmizki, bitta qo'ra qilib. Ha, bitta qo'rani ichi 6 metrga 3 metr. Ha, 3 metr. 6 metrga 3 metr. Mana shu 30 ta qo'y qilsa qo'radi. Ha, 30 ta qo'y. Qanaqa ikki tishlarni sig'adimi? Ikki ham bemalol sig'uradi. 6 metrga 6 metrga 3 metr joyiga 30 ta qo'y bemalol o'ynab kulib sig'ib, yem hashayini yoradi. Keyin yo'lag'ini ham 1.30 qo'yganmizga aravachaga moslab. Uzunlik hisobiga aravachada to'kib ketaveradi. Aravachada boqsa bo'laveradi. Juda zo'r bo'lgan ekan, o'rtada ikki tomonga ham yem tashlasa bo'laveradi. Oybek tog'a, yana bir savol bilan yuzlanaman. Mana ko'rganimizdekki, bu oxirimizni tagiga ikkita shlaka blok qo'yilgan, ikkita shlaka blokni tevasiga temirdan oxir qilgansiz. Ya'ni konteyner materialidan bukilgan. Ha, mana shular ham bekorga ochilib ketilmaganki Farhodjon. Mana bu siyadi, netadi, to'g'rimi? Tayyorcha to'p olish. Bitta havo kirgan hisobiga tayyorni quritib turadi bu. Ha, demak shlaka blokda orasini ochish kerakki, havo yurish kerak. Shabadakeli hamma nima. Bu tomoniki ham ochiq, yo'l oyog'iniki. Ichini quritib turadi, pastda ham. Ha, chil bo'lib ketmaydi. Boquvga tashalgan qo'ylar quruq bo'lishi kerak, asosan. Quruq bo'lishi kerak. Quruq bo'lmasa oyoq og'rib qoladi Farhodjon. Oyoq og'riq bo'ladi. Keyin ko'pchilik ham mana biz silus bilan boqamizda Farhodjon buni. Silusga aralashtirgan yemimiz ham ko'p bunda. Pux aralashtiriladi, arzon tushadi, ham yig'o'ti mana mana. Hammasi. Oybek tog'a, endi bir narsaga yana bir savol bilan yuzlanamanda, meni nazarimga tushgan hamda e'tiborimni tortgan narsa, siz aytdingizki, Farhodjon, men machalka uslubida boqaman qo'ylarimni tagini
o'zi siygani pastga qarab sizib ketaveradi. Ha, Quruq xuddi qora o'shanaqa. oladi. To'ppa-to'g'ri. Stashga qilmayman dedingiz-da, o'shadan bir qator aytib Stashga berasiz. qilsangiz o'sha tepasida qolib ketib qoladi. Ha. Bu o'zi yo'nga ishib boraveradi-da buni. Aha. Keyin mana qarang, siygan joyida mana siygan bo'lsa, ashit o'zi tagiga cho'kdi boraveradi. Machalka hisobida bo'lib qoladi. Ha, tagi tortib ketaveradi. Tagi quruq, tepasiga yana quruq chiqaveradi. Siz aytdingizki, tagiga bir 20 santimetrmi shag'al to'kkanman dedingiz. Shibyon to'kiladi. U Shibyon shibyon to'kib yuborgandan keyin o'zi avtomatik qatib oladi. O'sha yerda tagida qolib ketadi-da, shimib oladi. O'sha shibyonni orasi ochiq qolib ketadi-ku baribir. O'shani hisobiga shimib oladi siygan. Tagini demak beton qilmasdan, stejga qilmasdan, shibyon tashab bersa bo'ldi, farqi yo'q. shibyonga tashab, shibyongida ishi boraveradi abi. Keyin o'z suvini ham totib olaveradi. Keyin oxirgiga suv to'kilib ketishi bor. O'shanda ham sirasi totib oladi suvni. Tag chiltavermaydi, quruq turadi. hozir qo'ylarimizni ko'ryapsizki, oxir qilingan, lekin suv ichadigan idishlarni ko'rmayapmiz. Bizda endi keldi ketdi hisobiga o'ziga sharoit qilaman desa, mana bunaqa joyi bo'sh bo'ladi. Shu yerdan qo'ysa bo'ladi. Biz qo'ymaganmiz, biznikini sahnasi bor. Ha. Avtomatik qo'yimiz chiqib, ayog'ini ichganligini ham yozib oladi-da. Bir yo'l yozib keladi, keyin yana qo'rasiga kelib olaveradi. O'zi bir marta, ikki marta chiqqandan keyin qo'y avtomatik o'rganib oladi, o'zi borib kelaveradi. Uni tomoniga o'rganib oladi o'zi. Ha. Kimdadir unaqa sharoitda sahnasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, stobi bunaqa temir oxirdan, konteynernikidan qilsa bo'laveradi. Bir chekkasiga qo'ysa, suvniki ham o'zi avtomatik bo'laveradi. Almashtirgani ham qulay bo'ladi. Hozir qo'yxonamizni to'liq uzunligi necha metr? 28 metr to'liq uzunligi buni. Aha. Keyin o'sha qo'rani qilayotganda ham afzalki o'rtasi ochiq qolish kerak. Hali syomkalarimizda oldingi syomkalarimizda ham ko'rgansizki, o'rtasi ochiq edi. Buni bekitdim. Kuz keldi. Kerak emas hozir skvoznoy bo'lish shart emas-da bunga. O'rta havo totish kerak emas. O'zi nimada turaveradi hozirgi issiqligida turaverish kerak. Keyin yana bahorda bitta ochib qo'yasiz buni, yana totaveradi. Qo'yda gazlanmaydi. O'zini havosida qolmaydi bu yerda. Havo totib turadi tepa. Demak, ochib qoladi 28 metr joyi. Demak, 70 santimetr ochganmizda tepasini ham. 70 santimetr ochilgan. Hozir men o'zi sizga shu savol bilan yuzlanmoqchi edim. Hozir aka ko'ryapsizki, yoz sharoitiga mo'ljallanganda qo'yxonamiz juda qulay qurilgan ekan. Lekin siz aka qish kunida ishni to'xtatib qo'ymaysiz-ku. Qish sharoitida qo'ylarimizga oldi ochiq, sovuqlik qilmaydimi degan savol bilan yuzlanmoqchi edim. Tepan mana shu tomoni bekida, o'zi bitta skvoznoy bo'ladigan tomoni bekida. O'sha yopildimi Farhodjon? Buni ham biz buloy urmaganmizki, yog'og'idan ponni urib yuboradi-da buni buloyda. Bekitib yuboradi. Yozin qishin bekitib turadi, kimnikidir borsangiz. Biz orasini ochib berganimiz stobi, bu bahorda ham mana shunday turaveradi. Hozir mana kuz keldi, uni yopamiz. Taxta bo'yi qilib yopamiz. Salafanda. Maytdan bag'i bekisa yetadi. Nimaki qo'y yotgandan keyin bag'dan kelib skvoznoy urmaslikka. Yotganda manqa qilib qo'yadi-da qo'ydi, skvoznoy kelib ursa. O'shaning uchun maytdan bag'ini endi yopib boraveramiz. Yana bahorda buni ochib olaverasiz Farhodjon. Demak, qo'yga sovuqlik qilmaydimi? Yo'q, sovuqlik qilmaydi. Men o'ylabmanki, bu shapka bo'lsa, shapkadan endi pastga reka to'qilib, rekada to'sib olarmikin siz salafan bilan o'ylayman. Kimdirlar unaqa qilib yopadi. Bu qo'yda bo'yini to'ssangiz bo'ldi, o'zini bo'y baravar qilib. Issig'ida o'zini issig'ida turaveradi. Issig'ida turaveradi. Keyin qo'yimiz stobi ozgina qo'y qamalmaydi-da baribir. O'zini qo'rasiga yetarli qo'y qamalgandan keyin o'zidan o'zi issiq chiqarib turadi Farhodjon. Prosta kelib skvoznoy bo'lmay qolsa bo'ldi qishinda. Skvoznoy bo'lmasligi kerak. Shu birinchi o'rinda o'shani inobatga olsa bekitish kerak. Oldi tomonini o'zini bo'yicha bekitsa bo'ldi u tomon. So'qatmaydi u. Tanjoni hisobi so'yibga kam bo'lmay. Yana bir savol bilan yuzlansam bo'ladimi sizga? Endi hammani yem berish tartibi, yem berish uslubi o'zini sharoitidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi kommentariyalarga ham Farhodjon silusni berib bo'lmaydi, siydirib yuboradi, netadi. Qo'l narsa, u suv narsa deyishyapti Farhodjon. O'shanga 2 xil, 3 xil narsa qo'shib silusni quritsa bo'ladi-da buni. Bir qator ko'rsatib ham ketaveramiz uni ham. Yem tayyorlash uslubini. Yem tayyorlashni ham bir qator ko'rsatsa, uni ham bitta ko'rib olishadi, qanaqa qurigan holatini. Endi Oybek tog'a sizga bitta iltimos bilan yuzlansam bo'ladimi? Endi yem berishdan oldin, siz masalan qo'yingizga boqishdan oldin tozalash nimalari deydi, vaksinalari, ikol vaksinalari deydi. Men bilamanki, siz o'zingiz shuni mutaxassissiz, o'zingiz ikol vaksinalarni berib, qo'ylarni davolaysiz. Biz Ag'dan Qirg'izistondan qo'y olib tushishimizga sirazi kelgan qo'yga uriladi-da, mana shu ikkovni mana qo'lmashni qilib berish kerak, afzalga. Havo almashishiga ham bu manqa chushkuri hamma yo'g'ini bosadi. Nomini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ikoli, to'g'rimi? Ha, ikoli. Qatga uriladi bu. Go'shtga qilinadi bu Farhodjon. Go'shtga qanchadan qilinadi? 3 grammdan qilsa bo'ldi. 3 grammdan u birinchi porsiya. 3 marta urish kerak bundani? 2 marta qilsa bo'ladi. Bu kuchliroqda 400 markaligi bu. Buni 200 ligi bor, buni 3 marta qilish kerak siz aytgan. Bu 400 markaligi 2 marta qilinadi.
orada kun tashlaymizmi yoki kun tashaladi, 3 kunda bir qilib beriladi. hozir bu o'sha kuchkuriga, havo alishganiga, yo'taliga Ha, o'sha narsaga hamma yo'q. foydalanadi. Keyin albenimiz bor. Endi kimnidir qo'y 10 ta, kimnidir 20 ta da. Endi bizning sanag'i ko'p qo'yimiz, shuning uchun 1 litrli olamiz. Buni 100 gram, 200 gramlik moslamasi bor. Ha. Bu albenimiz ziyoni yo'q. Hamisha berib yursa bo'laveradi. Bir haftada повторni qilib berib tursa bo'laveradi. Ziyoni yo'q buni. Bu albendazorni vazifasi nima qilib beradi? Bu yo'taliga, jigar qurti hamma yo'g'ini oladi bu. Jigar qurtini ham Jigar tozalaydi. qurtini tozalaydi bu. Mana dori men bildimki, eng zo'r dorilarimizdan biri mashi bo'lib qoldi hozirda. To'g'rimi aka? Ha. Oyog'i kesilib ketsa, yo birorta joyi urib olsa, sirazi hamma yo'q bu. 16 xil narsa aralashganda bunda farqi yo'tdan tortib hamma yo'qdigacha bor. griboklarini ham tozalaydi, Sraz oyog'ini gribok tozalaydi. kasalliklar. Xudo xolasa, birinchi srazmasi ikollarni qilasiz, Ha, ikol vaksinani berasiz, hamma yo'q. keyin qo'raga qamaladi. Ishtaha ochgani ham birorta dorimiz bormi yo yo'qmi? Ishtaha ochgani qilinadi. U vitamin qilib bersa bo'ldi farqi. Ha, Unisi vitamin. arzon tushadi u. Vitaminnikini ham qilinadi farqi. Yana men eshitganmanki, aka, tabiiy yo'li bor ekan, olmani sirkasi bor ekan-u. Olmani sirkasini ichkizsa ham qandaydir ishtahasi ochiladi degan gaplarda aytishdi-da. Unda qo'rqatda kimdirlar. Undan ko'ra mana shu ikollardan qilib bersa o'sha tinchroq deymiz. Biz o'sha ikoldan foydalanib qo'yaveramiz osarib qoladi. Gap yo'q. Xo'p bo'ladi. Endi asosiysi yem berish. To'ppa-to'g'ri. Yem berishda bu siliosda ham effekti bo'ladimi aka, yo effekti? Effekti bo'ladi. Tajribadan o'tgan, sinovdan o'tgan, o'shaning uchun bu постоянно beriladi. O'zimiz uyimizda boqayotgan qo'ylarga ham mashq holatda beriladi Farhodjon. Bir qator uni ham bitta ko'rsatamiz, aralashmasini bitta ko'rib olsa, o'zi hisoblari chiqib oladi-da bu narsalarimiz. Gap yo'q. Endi bir narsani aytib o'tib ketamiz, do'stlar, ichkaridan hisoblaganingizda bu qo'yni oxiri 50 sm, yerdan 50 sm metrni o'lchaysiz, balandroq turibdi. Qo'ramiz bilan qo'y oyog'ini tiqib olmasligi uchun, bu tomonga o'tib olmasligi uchun oxiridan 20 sm balandroqda taxta qoqilgan. 20 qo'yadi. Mana shu yerdan 20 qo'ygandan keyin hamki, shtobi kimdir oxirida yarmini baqa o'tkazib qo'yadi-da. Ha. Oyog'ini yana faktor chiqarib oladi ham. Baqa navarot tekis holatidan 5 sm baqa chiqarib qo'ysa, Ha, 5 sm ichkariga kirish kerak xolos. Ichkariga kirgizib qo'ysa, oxirgi oyog'ini chiqara olmaydi avtomatik uni. Demak, oxir pokiza turaveradi. Pokiza turadi. Baqa ali teskari oladi qo'y. Teskari olganda ham taxtaga tegadi, avtomatik go'ngi buni ichiga tushmaydi. Toza turaveradi pastdan. Tushunarli. Demak, tevani ochsa havo yuraveradi, bu tomonni qulayliklar qiling. Har tomon o'ylangan ekanda, har tomonlama qulay bo'lgan ekan. Endi Oybek og'a, siz necha mahal yem berasiz? Biz 2 mahal beramiz Farhodjon. Ertalab, kechqurun. Ertaman, kech payt. Abedgacha. Abedga biz quruq hashay beramiz, beda beramiz. Ha, demak bu yem oxirida doimo turaveradi, o'zi yeb abedgacha tugatib oladi. Abedgacha buni tugatib olgandan keyin bitta hashay makkasi bor. Drabilkadan chiqqan makkani bir qator yem. Quruq. Ha, quruq. O'sha silusda chito bosadi-da o'siradi. Quruq yem. Keyin quruq o't bilan mana shu beda beriladi. Bo'lmasam bir qator yem tayyorlashni ko'rsatsak bo'ladimi? Ko'rsatamiz. Mana Farhodjon, aka silusimizni bir chekkaga bosganmizda buni. Aha. Mana ko'pchilik obunachilarimiz silus ho'l bo'ladi deydi-da, mana bu holat ho'l, to'g'rimi? Ho'l, ha. Ichini o'tkazib yuboradi, tayinchilchil qilib yuboradi, qo'yga ham bo'lmaydi deyishadi. Men hozir buni tayyorlab beraman. Ko'rasiz. Mana buni ichida hamma yemi o'zi bilan Farhodjon. Makkasi mana qarang. Pishib qolgan makkasi. Keyin silus olishda ham yirik silusni olmasin. Shu yaguardan olsa, maydadan. Atxot bo'lmaydi buni. Oxirida umuman atxot qolmaydi buni. Yaguarda olingan silus bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Buni bosayotganda ham tuz bilan bosganmisiz? Tuz tepasi o'zi hamma yo'q ichida bo'ladi o'shanda. Oxiriga olib tuz abdeni sermaysiz. Bu puximizda Farhodjon. Bu pux. Ha, bu 2000 so'm. Kilosi 2000 so'm. Mana shu katta qopdagi 51 kilo. Bu degani 100 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'mcha oshiqroq. 102 ming bo'ladi. Keyin mana bunga bitta bundan bir qop qo'shadigan bo'lsa, 150 ta qo'ydi. Nimasini nima qilib beryapman-da hisobida. Yem tayyorlashini. Bir qop bundan qo'shamiz Farhodjon. Bu drabilkadan chiqarilgan somonimiz. 50 kilo pux. Bitta qopdagi bitta qopda somon, ya'ni maydalangan somon. Bir mahaliga mana shu mashindan bersa bo'ladi. Bitta qopda kepay. Bu qop kepayni yarmini solamiz. Ha, demak 25 kiloni yarmi. Ha, 2 mahaliga to'radi. 50 bash 25 kiloni yarmi. 25 kiloli 2 mahaliga yetadi. Bu somonimiz ham 12,5 kilodan bo'ladi o'shanda. Hozir bo'lmasam tayyorlab ko'rsatamizmi? Ko'rsatamiz Farhodjon. Buni effekti qanaqa bo'ladi? Yaxshi bo'ladimi effekti? Effekti zo'r bo'ladi Farhodjon. Mana hozir turib turganimizdek pux.
buni ichida unaqa toza mana tozalangan varianti. Ha, drabilkadan chiqarilgan Endi puxta bu ham. Mayda, mayda. Nima degan savollarni berishi mumkin. Bu Vohadagi paxtani- do'stlarimiz bor, Qirg'izistondagi do'stlarimiz bor. Bu nimadan chiqadi o'zi aslida aka? Paxtani atxoti bu, Farhodjon. Ha, paxtani atxoti, oxirgi darajaga changi. To'pa-to'g'ri, ha, oxirgi darajada. Buni ham ichida ma'lum miqdorda baribir chigiti bor. Bag'da silusda makkasi bor Farhodjon. Ha. O'shan tomonlama Hozir bir qop pux qancha silos aralashtiramiz unga? 3 ta arvachada silus ketadi. Ha, bir g'ildiraylik aravachamizda Ha. 3 dona. Ha, 3 ta ketadi. 3 ta. Bu tomonga tashlaveradimi yo'q? Ha, bu yoqqa o'tkazamiz hozir. Ha, silosga aralashtirib olinadi. Mana qarang. Mana videomizni yaqinroq olib kelingda Farhodjon. O'zi mana moni changi ham bor. Keyin monida hali qolib ketgan g'o'za po'chaq bo'ladi-ku, Ha, o'shani uqalab olgan drabilkada. Mana bunaqa. Bir xilda narsa bo'ladi-da, moni quritadi silus. Ha, demak, mana silosimiz quriydi, keyin mana pux ham nima bo'lib ana qoladi? o'ziga em oladi. Yumshoq bo'lib qolar ekanda. Em oladi uni. Ha, tushunarli, Keyin tushunarli. bu somonimizdan ham bir qator bitta tashlab yuborsak, Aha. Bunga qo'yimizni yeyish qanaqa bo'ladi? Yaxshi yeydimi yo tanlab qoldirib? Yo'q, tanlamaydi buni. Nabarat yana deb turadi Farhodjon. Qani? Mana drabilkadan chiqilgan Mayin Somon. somon qo'shilamiz mana. Somonni ham mayligini ko'ryapsizlar. bu silus hozir ichida o'zi yo'g'ib ketadi Farhodjon. Aralashmadi. O'shanda bir kunlik yemi necha pulga tushyapti aka hozirgi kunda? Mana hozir mana hisoblangda. Mana bu 25 ming so'm turadi. Aha, Bitta qop, 25 bitta qopdagi. Bu 100 ming so'm 100 bo'lyapti. ming Bu so'm? 70 ming bo'lyapti. Общий 195 ming bo'lyapti. Aha. Bu degani 150 ta qo'yga yetadi. Aha. Mana shu holati 150 ta qo'yga yetgandan keyin bag'i endi 150 ta qo'yga bo'lib yuboring. 1330 so'mdanmi to'g'ri keladi. Bir Bitta qo'y- mahali. Bir mahal. 2600 so'mdan Ya, ag'alab 2600 so'mdan shu yerda qolmasa, 400 so'm makka pakkasi hamma yo'q bo'lib 3000 ga to'g'ri keladi. Ha, bir mahal bundan keyin makka beraman dedingiz-da. Kuniga 3000 dan bitta qo'y boqilgandan keyin Farhodjon bir Aha. oyda 30 kun bo'ladigan bo'lsa 90 ming so'mga tushadi. 100 ming ham deng. 100 ming deng, ana 100 mingga tushadi. Ana arzon boqish. 3 oy boqiladigan bo'lsa, 300 ming masalan bo'ladi. 300 ming so'm bo'ladi. Necha kiloga semiriladi masalan bitta qo'yimiz deylik. Bizda masalan Previous 55 kilolik qo'yni oldi deylik. 67-68 kilogacha bo'lyapti. 67-68 kilo, mashalloh. Qo'shib yuborishi. Quruqligi ham ama Farhodjon afzalki mana shunday narsani aralashtirish kerak. Silusni o'zini berib bo'lmaydi ama. Mana silos yo'qib ketdi ichida. Silus yo'q bo'lib ketadi mana shunday holatda. Puxi ham yumshoq bo'lib qoldi. Sirazi o'ziga oladi-da. Ha, Bu arzon varianti. arzon Endi, varianti. ha, kimdirlar har xil boqadi-da baribir. Men foyda qilmadim, bunaqa qilmadim deyshadi-da Ha, Farhodjon. ha, ha. Bunaqaga mana sal ekonomika, arzon boqish, tez semirishi ham gap yo'q bo'ladi. Hozir Nimaga? mana quruq narsa yeyapsiz-da qo'y. Ha. Ho'l narsa yegan yo'q hozir. Ha. Hamma yoq quruq bo'ldi. Quruq narsani berganingizdan keyin suvni ham ko'p ichadi. Suvni ham ko'p ichgan hisobiga effekti zo'r bo'laveradi. Mana qarang. Keyin Mana kepak aralashgan- qo'shamiz-a bunga. Ha, Kepakni qo'shiladi. Bu qani aralashgan joyini mana. Bash tomonga tashlasak bo'ladimi? Bu tomonga shuni tashlaylik. Qarangda. Mana o'sha namna. Mana yo'q, bitta narsani ham bilsak bo'ladiki, mana bu narsa tagidagi ho'l bo'lib qoladi o'sam. Umuman ho'l bas. Quruq qo'limizda ham quruq turibdi. Qarang. Nam holat, quruq, ho'l Hozir bas. bu 1 soat, 2 soatdan keyin bitta tayyorlab bersa, o'zi bir xil nimaga kirib oladi. Aralashmas. Uje bunga kepayimizdan bitta qo'shganimizdan keyin umuman 1 soatdan keyin qo'shib beradi. Kepayda oldin qo'shib bermasa, Ha. moni. Ha. Mo nami borligiga kepayda atalaq qilib berishi mumkin. Birar soatdan keyin qo'shgandan keyin kepay addenni yo'li o'zi quruq qilib beradi. Ha. Demak, yana bitta narsani inobatga olasa, do'stlar, kepagimiz qo'yni ichagini kengaytiradi, Ha, ana. semirishiga, Unda ishtahasini biz- ochishiga ham yordam beradi. Yana ham arzonroq nimasini qilganmiz, o'zi aslida bunga muchka qo'shsangiz zo'r bo'ladi. Nima o'zi muchka? Unlikda u ham. Ha, Muchka. un quvorilgan. Ha, un quvorilgani. Mana o'zi qarang, qurishini yemni. Mana tayyor yemimiz. 2 mahal bundan beriladi. Masalan, silos berilgandan keyin, yeb bo'lgandan keyin ozginadan Makkasini makka sachib beriladi. Drabilkadan chiqarilgan makkani beriladi. Mana quruq yem. Gap yo'q. Ana shunaqa qilib boqsa arzonroq xo'tlari bor Farhodjon. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat Farhodjon. Kam bo'lmen deymiz. Endi do'stlar aytdik-ku, mana silos bilan silos bilan qo'y boqib bo'lmaydi deydiganlarga mana sizlarga tayyor uslub, tayyor yo'nalish. Mana shu uslubda ham boqib ko'rasizlar. Sizlar qaysi uslubda boqasizlar, kommentariyada yozib qoldirsalaringiz,
biz yanada o'sha videolarda chiqarishda davom etamiz. Juda ko'pchilik Farhodjon silosda qo'y boqsa bo'ladimi deganlarga do'stlar 50 ming dollar, 10 ming dollarlik qo'chqorni ham silosda boqayotganini video qilib chiqarganmiz. Bu akamiz ham mana Oybek tog'a nomi bilan tanilgan Oybek akamiz ham qo'rilarda o'zlarini qo'ylariga ham hattoki shunaqangi ham tayyorlab beryaptilar. Xo'l narsadan, xo'l siliosdan mana asar ham qolmadi. Quruq. Ya'ni puxi ham bir tomondan yumshoq bo'lib qolar ekan, qo'ylar yeganda maza bo'lib hamda ishtahasini ochgani somon ham bor, kepa ham bor. Har mayimdan bir qopdan qochildi. Tuzlari ham o'zi ichida hamma yo'g'i Farhod. Hozirda o'shanda 150 ta qo'yimiz 1300 so'm, 3000 dan kuniga boqilyapti. 3000 so'm kuniga ketyapti. O'shanda hozir bir mahaldagi 150 tasiga 150 ming bo'ldi. 195 ming. 195 ming. Hayır, tanjoningiz sog' bo'lsin aka, kam bo'lmayin deymiz. Vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat deymiz Oybek aka. Qo'ralar qutlug' bo'lsin yana bir bor. Barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin, hammaga nasib qilsin deymiz. Doimo sog' bo'lasizlar. Oybek tog'a qo'ralarga omad tilab qolamiz yana. Mana bu tomonda muxlislarimiz turibdi, qator bo'lib. Aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Hammaga nasib qilsin aka. Ham to'ldirib qo'ydik. Ana bo'lmasam. Tayyor. Ikki vaksinalari qilib boqilaveradi. Boqilaveradi, beraman yuboriladi. Tanjonlar. Mana shu akamizni taniganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar, chunki baq akamiz Toshkent deysizlarmi, Qo'qon deysizlarmi, birinchi o'rinda eng tez yuradigan, yetkazib beradigan Shopir akamiz bo'ladi, aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin aka. Do'stlar, hamma ishlariga omad tilab qolamiz, barokat tilaymiz, tanjonlaringiz sog' bo'lsin.